Martga kelinimga qanaqa mashina olishni bilmayapsizmi? Men bitta mashina maslahat beraman, aniq sotib olasiz. Kia kompaniyasidan Seltos modeli shahar ichida moslashga juda ham zo'r, parkovka qilishda ham qiynalmaydilar. Oldini ko'rish ham ancha keng bo'ladi. Shuni skrinshot qilib oling. Ozgina vaqtim kamida. Xarakteristika narx-navosini shunday ko'rib o'tib ketsangiz bo'ladi. Faralariga bitta ahamiyat bering. Chiroyli, boshqacha. Yon tomondan turishiga qarang. Endi qarang hoji aka, men orqa ko'rinishlarni bitta ko'rsataman. Kech payt chiroqlarini yoqqanda yurib qo'yadigan mashina. Shahar ichida bemalol harakatlarni oladi. Orqasini qarang, keng, yosh bolacha yoki kichkina o'g'lingiz, katta odam farqi yo'q, ketaveradi. Bespolchovoy dostupi bor, ko'jidagi salon, ichki salonlarni bitta ko'rsangiz bo'ladi. Endi avtomobilimiz tashqi ko'rinishidan kichkinaga o'xshab tuyuladi, to'g'ri, lekin mashina ichki ko'rinishi juda ham keng. Aka, olganingizdan keyin maza qilib haydaysiz, xizmatingizni qilib beradi. Haydovchi chastiklari ham juda ham yumshoq va chidab beradi. Lukini qarang. Avtomobilda kruz kontrollari bor. Podogrov, abduv sistemalari mavjud, ya'ni o'rindiqlarda sovutadi. Klimat kontrollari bor, monitorlarga bitta ahamiyat bering. Aka, shu avtomobilda bosib yormasangiz bo'lmaydi. Mana pamятный сиденье deydi. Shunaqa funksiyalari ham mavjud. Elektroprivodning o'rindiqlar. Kimga ushbu avtomobil kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Narxi, bo'lib to'lash, kredit deysizmi, boshqa narsa deysizmi, hamma narsa bor, qilib beramiz.